Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlardan Muhriddin IT kanali. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib va g'aroyib narsalarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosishni unutmang. Hali bo'lmasam ketdik. Birinchi o'rinda parametrlarga kirib, rasmli parol qo'yishni o'rganamiz. Rasmli. Shuning uchun mana bu menyuga o'tamiz va varianti vходaga kiramiz. Bu yerda parolning tagida esa grafический parol degani bor. O'shanga bosib добавить qo'shmoq degani. Добавить ustiga bitta bosamiz. Bu yerga o'zimizga kerakli bo'lgan parolni yozamiz va bosib mana bu yerdagi выбор kartinkini bosamiz. Bu yerda esa o'zingizga kerakli rasmni tanlaysiz. Masalan, men yo'q bo'lmas. Hozir chiqib ketib qoldi. Yozasiz va mana bu yerga kirib o'zingizga kerakli rasmni tanlaysiz. Men mana shuni tanlayman. O'zingiz kerakli bo'lgan joylarni tanlaysiz. Mana tepadagi joyni bosib 1, 2, 3 deb qo'ygan va o'zingiz kerakli joyni tanlaysiz. Masalan, bu yer 1, 2, 3 va yana shuni qaytaramiz. 1, 2 va yana 3 va mana bu yerda gotovo tayyor degan tugmani bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek qo'shildi. Endi esa uni sinab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana kompyuterga kirishingiz bilan parol so'raydi. O'sha boya belgilangan joylaringizni bosasiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va mana ochdi. Endi yana sizlarga bir zo'r ajoyib xakerlikni o'rgataman. Buning uchun poiskga cmd deb yozamiz. Hozir inglizcha o'qibdi. cmd deb yozib enter deb bosamiz. Bizda mana shunday oyna ochiladi. Buni kirib olamizda. Bu yerga color qilamiz. Mana sizlarni kompyuteringiz ham xakerlik qilsa bo'ladi. Masalan, kodlar yozamiz, enter bosamiz. Masalan, yana color blue, color x, color shunday yozishingiz mumkin va o'rtoqlaringizni ham hayron qoldirasiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying va videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.